kitobni sotib olayotganda yangi sarguzashtlar boshlanayotganini his qilasiz. Sotib olgandan keyin kitob javoniga joylaganda uni siz uchun qanchalik ahamiyatga ekanligini his qilasiz. O'qishni boshlaganda har bir sahifa bilan dunyoga yangicha nazar bilan qaraysiz. Kitobni o'qib tugatganda kitob sizda yangicha fikrlar va yangi hissiyotlar qoldiradi. Kitob sovg'a qilganda yoki olganda qalbni iliqlik va minnatdorchilik to'ldiradi. Eng yoqimli lahza o'qigan kitoblaringiz va asarlaringiz haqida kim bilandir suhbatlashish, fikr almashish. O'shanda kitoblar haqiqatan ham jonlanadi. Kitob faqat o'qiladigan narsami? Yo'q, u hayotiy tajriba va suhbat mavzusidir.